Elektron kitoblar bor-ku. Bittasi aytyapti. Mani jiyanim Amerikada o'qirdi. Doktor. Lekin qimmatroq bo'lsa ham kitob sotib olardi. Ustozi nima debdi bilasizmi? Seni men bugundan hurmat qilishni boshladim. Bugundan boshlab alohida senga dars beraman. Nima desa, sen qimmat bo'lsa ham kitob sotib olasan. Biz buni tekshirib ko'rganmiz. Elektron kitoblar baribir boshda qolmaydi. 80% esdan chiqib ketadi. So'rab ham ko'rdim. 10 ta kitob o'qishdim, hech narsa xotiramda qolmadi. Kitob o'qib xotirada qolmasa nima kerak bu? Endi tasavvur qiling. Elektron kitob. Mayli kichkina broshurkalarni o'qirmiz. Lekin katta ensiklopediyalarchi. Ko'zi rasvo qiladi. Bizga bitta kitob o'qishimiz kerak emas, butun umr o'qishimiz kerak. O'shaning uchun yaxshi kitoblar. Afsuski rus tilida. Endi ularni tarjima ham qilib bo'lmaydi. Mukammal tarjima qilish masalan hozir masalan Google tarjimada qilishadi, kitobning ma'nosi o'rganib ketib qoladi. O'shaning uchun bolalarga ko'plarga endi xafa bo'lmanglar, rus tilini o'rganinglar deyman. Nimaga desanglar, sizlarga jahon adabiyotiga keng yo'l ochiladi. Xohlagan adabiyotingiz, xohlagan fanda o'qishingiz mumkin. Masalan, yadro fizika. Oddiy rabochiy borib qarang. Ishlayotdi $500 dan. Yadro fizikada yaxshi o'qisa $35,000 bir oylik. $35,000. Lekin u 10 yoshidan 10 yil o'qishi kerak. O'sha kitoblar arzimbagan pul turadi. Hatto 5,000 ga olishi mumkin, tekinga ham olishi mumkin.